Assalomu alaykum, hurmatli kurs ishtirokchilari. Bugun sizlar bilan Connected Papers sayti haqida gaplashamiz. Dastlab qidiruvga saytni beramiz va mana shu saytga kirib, dastlab sayt uchun ro'yxatdan o'tamiz. Google akkauntim bilan kirdim. Bu sizga tegishli bo'lgan ilmiy mavzuga yaqin mavzudagi chop etilgan ilmiy ishlarni bir-biriga bog'lab, network holatidagi grafik yaratib beradigan sayt hisoblanadi. Ayniqsa, review artikellar yozishda sizga judayam asqatadigan dasturlardan biri hisoblanadi. Mana bu qidiruv tizimiga sizga kerakli maqolani do'yi raqamini qo'yishingiz mumkin yoki o'ziz keywordslarni kiritasiz. Mana qidiruvga berdim va qidiruv natijasida menga mana shu maqolalar chiqarib berdi. Siz endi bu maqolalardan sizga yaqin bo'lgan qaysidir bittasini tanlaysiz. Dastlab o'qib chiqasiz mavzusini va bunday qilib o'qib chiqishingiz mumkin maqolani abstraktini. Xo'p, mana shu maqolani tanladim va mana natijada menga shu ishga tegishli bo'lgan boshqa ishlarni ham connect qilib bog'lab berdi. Va maqola haqidagi ma'lumotlarni mana bu qismdan o'qib chiqishim mumkin. Agar xohlasam, bu joydan o'zimga bu maqolani qo'shib olib, yana boshqatdan grafik qilishim mumkin. Bu dastur bir oyda 5 tagacha bo'lgan grafalarni yaratishingizga bepul imkoniyat beradi. Bo'lmasa, mana shu tarzda sotib olishingizga to'g'ri keladi. Ichidan o'zimizga kerakli grafadagi biror maqolani tanlab oldik va uni o'qib ko'rmoqchimiz. Mana bu qismida mavzusi, qo'shimcha avtorlari, maqolani saqlash imkoniyatlari mavjud. Va aynan shu maqola doirasida ham mana bu qismdan grafa yaratishingiz mumkin yoki bu yerdan aynan shuni o'chirib yuborishingiz mumkin. Endi maqolani do'yi raqami orqali man o'qib ko'rmoqchiman. Bu maqola menga yoqdi, batafsil bilmoqchiman. Mana to'g'ridan to'g'ri o'sha maqolani saytiga kirib berdi. Agar maqolangiz ochiq turgan bo'lsa, ya'ni o'sha subscription variantda chop etilgan maqola bo'lsa, mana bu qismidan PDF holatini shundoq yuklab olamiz. Yuklash jarayoni mana. Hoppa. Bemalol maqolani to'liq o'qib, sizga kerak bo'lsa xohlaganingizcha iqtibos berib foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi avvalgi saytga qaytamiz. Mana qolgan maqolalarda ham xuddi shu tarzda bemalol o'qib ko'rsangiz bo'ladi. E'tibor berib qarayotgan bo'lsangiz, bu yerda mana siz uchun ko'plab maqolalarni grafasini chiqarib bergan. Va bu qismida chiqarib bergan maqolalari haqida ma'lumotlar. Siz tanlagan ish bo'yicha judayam ko'plab, manimcha 20 dan ortiq network holatidagi maqolalarni topib berdi. Bu sizni vaqtingizni tejash uchun foydalaniladigan eng zo'r dasturlardan bittasi hisoblanadi. Siz ilmiy ishingizga tegishli adabiyotlarni yig'ishda, adabiyotlar sharhini tayyorlashda ko'plab 100 ta, 200 ta maqolani yuklab olishingiz mumkin kompyuteringizga, lekin sizni mavzuyingizga yaqin bo'lmaganlari bo'ladi yoki keraksiz bo'ladi. Buni natijasida sizni vaqtingiz behuda sarflangan bo'lib qolishi mumkin. Aynan o'sha vaqtingizni behuda sarflamaslik maqsadida mana shu Connected Papers dasturidan foydalansangiz, faqatgina siz uchun tegishli bo'lgan maqolalarni topib, bemalol o'qishingiz mumkin. Mana bu filtr qismiga esa, misol uchun PDF holatini mana yillarda o'zgartirishingiz mumkin. Sizga ehtimol bu yerda 2006 yildan boshlab beribdi. 2020 yildan keyingi ishlar kerak bo'lishi mumkin. Shunaqa talab qo'yilgan bo'lishi mumkin. Mana belgilab oldik. Apply'ni bosamiz va bizda 2020 yildan keyin chop etilgan mana shu maqolalar qoldi. Ishingizni judayam unumli tashkillash uchun kerakli dasturlardan bittasi. Barchaga foydalanishni maslahat beraman.
E'tiboringiz uchun rahmat.